Oka, baroningizni qoraytirib bering, 4 tashini qop-qora qilib beraman. Bugun men uchun o'zgacha-ku. Eski mashinamni topshirib, yangi mashina olgani keldim. O'zingizni mashinangiz yaxshi-ku, qop-qora qilib beraman balonlarni. Turming, nonga tashab keting. Bor boshimga qotirma, bich. Kuyasan avtoga xush kelibsiz. Menga mana shu bivayda yo'qdi, nech bilan to'layman? O'zingizni matizingizni berasiz va 5 yil atiga bor yo'q 4 million 900 so'mdan to'laysiz. 5 yil tez o'tib ketadi. Ha, yangi tug'ilgan bolangiz bo'lsa, maktabga chiqquncha qutulib ketasiz. Bo'ldi, qaqib qo'yib bering. Mana hujjatlar. To'xta xor bo'lasan. Arosani shu kuyga sopdi. Ichkiling tashagini. Aha, menga emas ekanu. Barakang bo'lmaydi, zulmat kunlaring boshlanadi. Bu xumor, buni orqasidan ichim ko'karmagan. To'g'ri yo'lga qayt. To'g'ri tanlov qildingiz. Aka, Baloningizni qoraytirib beringlarmi? 5000 so'mga. Yo'q, men kuyasan avtoga mashinam yengilroq cho'p kelganman. Bichli. Bu ham bizga o'xshab kreditga mashina olib bich bo'lmoqchimi deyman? o'zi hammasiga sayt bo'lsa, nimaga o'shanda meni ogohlantirmagansan? Olma deb. Bitta o'zim zerikib ketgandim-da. Balki buni ogohlantirarmiz. Qo'yver, bor o'g'risi. 3 ta bo'lamiz. Zerikmay yuramiz.